Ana xolos. 9 oy deganda ushbu qavatli binoyimizni chiroyli holatda hech kimga ziyon yetkazmasdan bugun tugatib berdik. Faqat pastki podval qismi qolgan xolos. Atboyni molotok bilan urib, g'ishtini g'ishtiga, armaturasini armaturaga, plitalarni plitasiga, mashinalarga o'rtirib hammasini o'z manziliga jo'natdik. Allohga shukr. Eng qizig'i shu texnikamizni shu yerga do'stlarimizga sotdik. Ana shu texnikadan Allohga shukr zo'r baraka topganman. Plitalarni yonboshlarini urib sindirib, chotka qilib berdik. Kimda shunaqa ekstremalni ishlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bizlarga. Ussam texnika shofirlari chiroyli holatda qilib beradi sizlarga. Sog' bo'lasizlar. Endi buni o'rniga chiroyli zamonaviy bino quriladi. Mana shunaqa. Bu yerda 3 qavatli bino. Yo'l ustida. Salomat bo'lasizlar. Rahmat hammaga.